Voy KamAZmi? Nima? Oy, yeling. Bring Sally up, bring Sally down. Left hand squad gotta tear the ground. Bring Sally up, bring Sally down. Left hand squad. Hozirgi yosh avlod bolalari bu mashinani eslab qolinglar, amerikanskiy Jeep Wrangler bo'ladi. Bu mashinaga qilgan ishlarimizni sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Usti qismiga qilingan ishlar matviy joylari polnistda Nike paketda bo'lgan, qoraytirilgan, yashil kombinatsiyada yozuvlarigacha chiroyli qilib berganmiz. Asosiy ish salonda bo'lgan STP mahsulotlaridan full qilib shumizatsiya qilib berganmiz. Polni salonni rangi o'zgargan, ya'ni yashil qora kombinatsiyada salon tikilgan. Sidinalariga alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Balondagi protektor izlarini o'rtasiga tushirib berganmiz. Avtodoktor logotipini podgalonnikka chizib berganmiz. Yashil remenda bo'lgan, tarpetka, obshivka, skorslarigacha yashil qilib, gilamli poliklarigacha chiroyli qilib berganmiz. Polnistda salon Nike paketda, ya'ni bu nikkel bo'ladi, qoraytirib berganmiz. Patologlar nemetskiy alkantaradan bo'lgan, ruliga alohida mehr berilgan, Abdulaziz akamni qo'llariga mos qilib yasab berganmiz. Muskul chiqarilgan, ya'ni anatomiya bo'lgan. Yana bu mashinada qiynalmaslik uchun oldi orqani zapis qiladigan MRS registratorlaridan qo'yib berganmiz. Abdulaziz aka, sekinroq, lekin gap yo'q. Cartex Toshkent komandasiga mashinani o'zim xohlagandek qilib berishdi. Shubkasi bor, vashshi tixonka bo'ldi offroadga chiqqandan. Oybek, gap yo'q, yorvordi. Zo'rmi? Zo'r. Aka, menga bitta narsa qizuv bo'lyapti. Men bahaybat diska bilan paroklarni qayerdan oldingiz? Bunaqa bahaybat diska balon parokka Mirazam akam qo'yib berdilar. Oka, yana nimalar bor mashinaga? Abdulaziz aka, men sizga rosa aytdim. Lebetka qo'yiluv, oldiga silovoy bamper qo'yiluv, orqaga silovoy bamper qo'yiluv, bagaj qo'yiluv. Bagaj qo'yilyaptilar, lebetka qo'yish kerak. Qaranglar, shuncha ish kelgan bilan ham yana temir oldi orqa bamper. Bundan tashqari 30 litrli dushimiz bor, offroadga chiqish uchun. Voy, gap yo'qligi, tiqsit qurilar ekan. Nima deysiz? Mana shu narsalarni qo'yamizmi, qo'ymaymizmi? Xullas, siz ham offroad mashina olib, offroadlarga chiqaman desanglar, Mirazam akamga aloqaga chiqurasizlar. Profillarini atmetga qilib qo'yaman, offroad garaj.